Sizlar Şerinç Programımızdaki barlıq xadımlar, naq maydandaki Karğan Ustada mыңларға Marko'dan salamlar olsun. Mening ismim Yaqubjon Mamatjon, Marko ismimda gidib qolmanglar. O'zim 28 yoshga kirdim. Bu Marko degan ism qanday paydo bo'ldi desanglar? Men shu dadam bilan opam men 9 oylik vaqtimda ajrashib ketib, opam ma'lum sabablar tufayli meni tashlab o'zining yurtiga, ya'ni mush Atush Aqto'niki Baronga ketib qolgan ekan. Men 28 yil opamni ko'rmay yashadim. Dadam menga ham ana ham op bo'lib meni qator qo'shdi. Mush jarayonda mening suyimli dadamga cho'nqur rahmatim bildirman. Dada, apa ham ana bo'lib meni beqib cho'ng qilib, yaramliq o'g'il qilib, vatanga, davlatimizga bir axloqli bir farzandni qator qo'shqiningga san rahmatim bildirman. Dada, jafo chekdim. Ikkinchi oyda men do'ying orqali apamni izlayman. Apa siz nerede degan bir film orqali o'zimniki apasini o'ng'ish holda topdim. Rahmat. Apam hayotga sog'-salomat turibdi. Apam bilan ko'rishib oldim. Apam bilan ko'rishgan butun naq maydonlarni o'zimniki aloqalar olsin, bilib berib, shpin tortib, kang to'rdoshlariniki ko'rishiga qo'yib bergan to'yingda yaxshi bir qo'llashlar bo'ldi ham shunaqlar o'zimizniki jamiyatiga yaxshi bir jonlangan, yaxshi bir energiya bu tarqalibdi. Apa, men o'g'lingiz Yaqubjon. Men esingizni bormi? Mushuklarni ko'rib esingiz kelgan bo'lsam, siz bilan ko'rishib, chiroyingizni bo'lsa-mu ko'rib olay degan. Men sizni bir ko'rib, apa deb chaqirib olsam, shu yetar. Soğan, koruk kesen, bunları falan Jığılma oğlum, ben özlem şunda kontrak battım hep jığılma oğlum. Jığılma oğlum, jığılsam ben çıdımay kalmam, jığılma. Jığılsanız bulmaydı. Jığılsam da tüklektim, özlem şunda kontrak battım raz. Jığılma yapam onu, körüşü aldık. Hayat gensiz, salamet gensiz, şunu hoş. Şu emmanlarını aldı apa. Men hamda 9 ay 9 gün qo'saq ko'tarib, tug'ib, emitib, bergan ustingizni razı kutdim. Men ana mehri qanmagan bo'lsam, lekin men o'zimniki burchini ado qilay deb izlab keldim apa. Rahmat. İzlagan yo'lim to'g'rimi, xatomi uqmadim, lekin men sizdan razıyam. Apam sizlar qolmayapsiz. Yani burunqidek ma'qul. Minglar rahmat. Bu yerden imlemek degan chaqda mening boshqa arzu armonlarim yo'q. Men arzu armonim yetib bo'ldim. O'zimniki apasining kimligini, mening apam zot qandaq bir ayol, qandaq bir odamligini bildim, ko'rdim. Quchoqlab bag'rimga bosdim, mening bag'rimga bosdi. Ajrashib ketdi, lekin yana o'xshashdan bir tirik yetimga o'xshaydi. Yuragimdagi bir tugun, yeshiligim yo'q. U nima tugun desanglar, men 28 yil o'zimniki turayotgan mana shu uydan ko'chib boqmadim. Dadamni hayot ashiyat turayotimiz, lekin apam bir qitim urug' tuqqan qarindoshlardan so'rg'ini yo'q.
hem meni izdiginimi yo'q. Aşı bir savol meniki kallam kiribilib. Apamni so'rdim. Lekin javob erishamadim. Lekin o'xshashdan meni o'zim tushundim. Aşı vaqtlarda ma'lum sabablar tufaylidan izlanmagandi yoki turmushga chiqib meni dalanmagandi. O vaqtlarda yashagandan keyin men yo'qib ketgandim degan shu gaplarni o'zim tasalli berdim. Va men apamni topdim, bu mening apam. Hamma shu mening apam ekan-ku, apam ekan bu. Chiroy mushtaq kejma degan shu kalla xiyolimda shu aşkı tuyg'u. Apam bilan ko'rishimni yig'lamagan. Manda cho'nsakdan tunjiqim chiqishi ham o'zimni tutolmay qoldim. Men hatta apam bilan ko'rishgandim, ham shpinglar bor. Ko'zimni yosh oqizmagandim. O'zimga yoqib yig'lama. Sen izlab apangni bordim. O'zingni majburdan ado qildim. Sen yaraysan, sen qaysan? Mehribon dadam 73 yosh kirdi. Kichkimdan men cho'qim seni bar anangni ko'stime, anangni qishib opirma. Apangni izlamasang olmaydi, apangni topmasang olmaydi deb mana shunday ta'lim tarbiyalarni qilatdi. Shu dadamniki, mehribon dadamning ta'lim tarbiyalarida men apamni izlab topdim. Bu yerda yana apamni izlab tepishimki eng cho'ng kuchim bo'lsa shu dadam bo'ldi. Dadamning ruhsini ilib, shu apamni izlaydigan chog'da dadam men mangdim. Bugun apamni topdim, ertasi aeroplan biletdan mangdigan bo'lib biletlarni oldim. Dadam yenidan chiqarib 200 ko'p pulni balam men yanchiqni sap qo'yib yo'lliq bergan. Shuncha xo'shib ketdim. Dadam meni apam 28 yil xizmat tashib etsam, mushtaq qilsam, o'z degan sening onang, eski olsun, yaxshi olsun, o sening onang deb bag'riga besib 200 ko'ni yanchiqni kelib yo'lliq saldi. Shu 200 ko'y mening qishimda 200 ming ko'ydek 2 milliondek 10 tin pulni xajmay tinish aman aqto'g'i berib, apamni ko'rib, urug' tuqqanlarini ko'rib, didarlashib keldim. Bu yerda yana bir o'xshashlam o'zimniki mehribon dadamga meni ona bo'lib, ham dada bo'lib, ko'ydamay, bir yarimni meyib qilib qo'ymay, sog' salomat, pakiz adab axloqli cho'nqig'iga men dadamga chin ko'nglimda rahmatim bildiraman. Bundan keyin dadamning arzu armonini aqlab, cho'qim vafodor, yaxshi bir